his-tuyg'ularim albatta yaxshi. Bu nominatsiyada balkim 30 yil mobaynida to'g'ri orada ko'p yillari katta jamoalar bilan ishlaganman, lekin bu yili yoshlar bilan bu yil emas, umuman qaraganda 3-4 yildan beri mehnatimizni evaziga mana shu nominatsiya bo'yicha yutish uchun albatta rezultatlar kerak ekan. Juda harakat qildik. Endi shuni tanlashibdi, juda xursandman. Endi bu e'tirof hozirda aytib o'tgandek juda xursandman. Balkim oldinlari esimda yo'q, lekin menimcha birinchi marta bo'lsa kerak, shuning uchun xursandman. Hozir Andijon futbolda mana viloyat hokimimiz boshchiligida umuman Bezod Hamidullayevich Karimov hamda O'tkirbek nimalari, Shavkat Mullajonov, Farruh Mirzayev va juda ko'pchilik tumanlarda ham futbol maktablarida umuman o'zimizda ham juda hozir futbolga nisbatan mashg'ulotlar jarayoni va ishlash jarayonlari o'zgargan. Hozir Andijonning yoshlari ham juda ham hozir yaxshi ish ketyapti. Xudo xolasa kelajakda Andijon futbolimiz yanada ham kuchayadi degan umiddaman. Bilasizmi, men Orada katta futbolga o'tganim uchun juda ko'p yoshlar bilan ishladim, o'smirlar bilan ishladim. Eng faxrlanadigan futbolchilarimiz bu albatta Andijon futbolda o'ynayotganlar hozir Usmon Aliyev va juda ko'p nimalar bor, Ilhom Abduganiyevlar. Abduganiyev mana misol uchun o'zimizni nimadan chiqqan, Andijon futboldan, undan keyin Paxtakorga bordi va Osiyo chempioni Dilshod Nuraliyev qo'lida Osiyo chempioni bo'lganda juda katta hissa qo'shgan. Va hozir shu bola hozir juda katta potensiali bor. Xudo xolasa yana o'zini ko'rsatishiga umidvorman. Bu yilgi mavsum davomida eng muhim qilgan qarorim terma jamoalar o'rtasida Farg'onada bo'lib o'tgan turnirda, demak, o'zimga nima qildim? O'zbekiston bo'yicha eng kuchli Andijondan eng kuchli bo'lgan Andijonlik bo'lgan eng kuchli bolalarni olib yig'ib jamoada olib borib faxrli 3-o'rinda olib keldik. Shuni yig'ishga qaror qilganim uchun atrofdagi yosh murabbiylarni, umuman murabbiylarni kuzatib boraman. Ayniqsa yoz faslida yoki bahorda kunlar isish bilan demak ular ko'pchilik emas, albatta ozchilik sifatga ishlamayapti. Chunki bitta guruhda maqtanib, menda 120 ta bo'lyapti kelganlar, 120 ta bola bilan hech narsa qila olmaydi maydonda, bitta mashg'ulotda. Ularda albatta kuchlilar va kuchsizlar guruhiga ajratib, alohida ularga to'g'ri tarbiya berish kerak, to'g'ri yo'nalish berish kerak. Meni maslahatim shu.